28-fevral milliy sertifikat savolini ko'rib chiqamiz. Demak, tenglamaning haqiqiy ildizlari sonini toping deb bizga ko'rsatishli tenglama berib qo'ygan. Balkim sonidir, balkim yig'intisida ham berishi mumkin tenglamamizni. Demak, belgilash usuli yordamida tenglamamizni ishlaymiz. Birinchi navbatda mana buni ikkita bo'lakka ajratib olamiz. 2 ning darajasida x kvadrat minus x ko'paytirilgan 2 ning xinchisi va 2 ning darajasida x kvadrat minus x ni a deb belgilab olamiz. Shunda 4 ning darajasida x kvadrat minus x imiz a ning kvadrati bo'ladi. 2 ning kvadrati 4, 4 bilan 17 ni ko'paytirsak 68. Bu ifodani o'rniga qo'ysak 68a plus 256 bo'lyapti teng 0. Kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Viet teoremasi yordamida aytsak, qo'shsak 68 ko'paytirsak 256 chiqadigan sonlar kerak bizga. Bittasi 64, bittasi 4 chiqadi. Bu chiqqan javoblarimiz a ning qiymatlari. Biz a deb 2 ning darajasida x kvadrat minus x ni olganmiz. Demak, 2 ning darajasida x kvadrat minus x imiz bu yerda 64 bo'lishi mumkin ekan. 2 ning darajasida x kvadrat minus x imiz 4 bo'lishi mumkin ekan. 4 soni 2 ning kvadrati desak va 2 larni tashlab yuborsak, x kvadrat minus x barobar 2 bo'lib qoladi. X kvadrat minus x minus 2 teng 0. Bitta tenglamamiz hosil bo'ldi. Ikkinchi tenglamamizda 2 ning darajasida x kvadrat minus x barobar 2 ning 6-si deb olsak 64 ni, bunda ham 2 larni tashlab yuborsak, x kvadrat minus x barobar 6 ga aylanadi. Bir tomonga olib o'tsak, x kvadrat minus x minus 6 teng 0. Bu tenglamamizdan ikkita yechim, bu tenglamamizdan ikkita yechim chiqadi. Sababi ularning diskriminanti musbat. Savol: haqiqiy ildizlari sonini toping dedi. Umumiy tenglamamiz 4 ta haqiqiy ildizga ega. Javob C.